Hammaga salom do'stlar, rap kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan bag'oyatda xursandman do'stlar. Bugun video nomidan bilganingizdek ajoyib va qaynoq treklarga o'z reaksiyamni berib o'taman. Ya'ni do'stlar, bilganingizdek bugungi videomizda battle treklarga o'z reaksiyamizni berib o'tamiz. Ya'ni GM Family bilan Black Hole'ning o'rtasida bo'lib o'tgan battle treklarni birgalikda eshitamiz va o'z reaksiyamizni berib o'tamiz. Do'stlar, men kirishni cho'zib o'tirmayman. Har doimgidek kichik introdan keyin sraz reaksiya videomizni boshlayman. Do'stlar, ko'pchilik xabari bor. Bundan roppa rosa poisk beryapman. Bundan roppa rosa bir oy oldin, ya'ni sentyabrda 4-sida konferensiya qilgandik Telegramda. Ko'pchilik buni biladi. GM Family va Black Hole o'rtasidagi battle'ni tashkillashtirgandik va konferensiya qilgandik do'stlar. Ko'pchilik xabari bor va treklar bugungi chisloda, ya'ni 4-oktyabrda chiqishi kelishilgandi. Xullas do'stlar, ya'ni rap kanalda premyera bo'lish kerak edi. Bo'ldi ham do'stlar. Treklarni hozirgina joyladim. Ya'ni hozir joylanib bo'ldi. Ko'pchilik kutdi albatta. Kutganingizga arziydi do'stlar. Ishoning, kutganingizga arziydi. Juda ham bir ajoyib treklar taqdim etishdi ikkala jamoa ham. Chunki menga treklar taqdim etganda boshida 30 sekundini eshitdim do'stlar. Shu sababli sizlarga aytayapman. Xullas do'stlar, 6 minut bo'lib qo'yibdi. O'zi kamerani yoqib qilganimcha treklar joylanganiga 6 minut bo'lib qo'yibdi. GM Family'dan GM Forever degan battle track, ya'ni Black Hole'ga qaratilgan. Ya'ni GM Forever deganda Forever turkchasiga sonsuza qadar, o'zbekchasiga nima bo'ladi? Abadiy GM. Xullas, GMdan boshlaymiz, keyin esa Black Hole trackini eshitamiz. Ketdik. Let's go. Va do'stlar, boshdan aytib o'tib ketay, kanalga obuna bo'lsangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. 30 mingta obunachiga erishdik. Bu yo'lda boshidanoq menga yordam bergan, ko'maklashgan hammaga rahmat do'stlar. Ya'ni obunachilarimga, eng eski obunachilarimga rahmat va eng yangilariga ham rahmat do'stlar. Albatta sizlar bilan birgalikda 100 ga qilish niyatim bor do'stlar. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lgan bo'lar edim. Xullas, biz esa gap cho'zmay reaksiya videomizni boshlaymiz. Let's go. Xullas, endi o'qiyman do'stlar. Disclaimer debdi. Video materialdagi barcha hodisalar real voqealarga asoslangan. Unda tasvirlangan qahramonlar to'qima emas, balki haqiqiy shaxslar bo'lib, ularning har bir chiqishi ilmiy asos va mavjud manbalarga tayanadi. Ushbu videoda ayrim keskin iboralar va so'kinishlar mavjud bo'lishi mumkin. Shu sababli tomoshabinlardan ehtiyotkorlik bilan kuzatishlar so'raladi. Bugungi insoniyat tarixidagi eng sirli va dahshatli kosmik hodisalardan biri Black Hole, ya'ni qora tuynuk. Qora tuynukning asl basharasi ochiladi. Biz uni qo'rquv manbai sifatida emas, balki ilm fanning navbatdagi sirlari yechiladigan obyekt sifatida ko'rib chiqamiz. Sizni kutilmagan kashfiyotlar, ilmiy munozaralar va hazil aralash jiddiy muhokamalar kutmoqda. Maroqli hordiq tilaymiz. Let's go. O'ta hayajonliman bilan. Koinot chuqurida yangi qora tuynuk paydo bo'ldi. Olimlar aytishicha, bu oddiy hodisa emas. Insoniyat taqdirini o'zgartirishi mumkin bo'lgan jumboq. Pentagon xavotirda. Shu sabab GM Family doktorlari favqulodda yig'ildi. Ular tagidagi bir koreys chetdi anaqalarga nima biladi? Bu masalani bartaraf etish uchun chaqirtirildi. Biz bundan oldin daraja bilan boshlanmasdan turib Hurmatli hamkasblar, bugungi yig'ilishimizning mavzusi nihoyatda dolzarb. Yaqinda Black Hole deb nomlangan hodisa haqida xabar tarqaldi. Bu ilm fani uchun qanchalik xavfli? Siz nima deb o'ylaysiz, doktor? qora tuynukning eng
Boshladi-yu. Xavfli jihati undan chiqib ketib bo'lmaydi. Lekin men tajriba o'tkazdim va yaxshilab tuzatdim. Black Hole labelini istagan trekini qo'ysangiz, 30 soniyadan keyin odamlar chiqib ketishadi. Bu paradoks. Black Hole'da istagan trekini qo'ysangiz, odamlar 30 sekunddan keyin chiqib ketishadi. Bu bir paradoks deyapti. Mandagi soundda sana miya bloklangan miyangni chaqirasan la so'z rost do'sti batagalarim jemni asosi quyish shoshla bir joyga yig'ishatalar Black Hole bizdan bir kishi boradi hammani chiqarib amini darajalaringga mini maksimum harakatlaringga menga minimum murdalaring o'rab mumga jo'nataman uylaringga terror menga qarshi do'stmas menga qarshi isterin kishiga nima bo'lyapti? Bu kreativ bo'lsa kerak do'stlar. Kreativ ovozini o'xshatdim. Moskvada bo'lganligi uchun bilib bo'lmayapti-da. No bilan so'zlar tushirish yo'q. chiqarib amini darajalaringga mini maksimum harakatlaringga menga minimum murdalaring o'rab mumga jo'nataman uylaringga terror menga qarshi do'stmas menga qarshi isterin kishiga boy so'rasa kerak homla chetiga o'tib o'zingni shildi kerak sikamanni galimga taklif qilish kerak Voy billah. Va do'stlar, boshida shuni ham aytib o'tib ketay. Men bir qanaqa desam ekan, men kuzatganlar biladi-da, yangi kelgan tomoshabinlarga bu gapim. Men so'zlarni bitta-bitta qilib analiz qilib o'tirmayman do'stlar. Buni esingizdan chiqarmang. Men bu yerda manaqa qulog'imga taqilib qo'ygan joylari yoki men diqqatimni tortgan joylari bo'lsa, albatta muhokama qilaman yo bo'lmasa o'zimni fikrlarimni aytib o'taman. Lekin har qatorda, har tochkasida bitta-bitta to'xtatib o'tirmayman va albatta minus tarafi bor. Ko'p joylarni qochirib qo'yishim mumkin. Iloji boricha bu videoda qochirmaslikka harakat qilamiz. Lekin trek 15 minutlik trek do'stlar, 15 minut yo'qman. Qo'li yarashasizda tasodif ittarib qo'yganmiz noto'g'ri teshikka qarab Yigitlar qo'shadi orqangga kiradi bitta zarar Kazim butun umr o'tadi bu trek tarixda Kichi bo'lib yashash peshonalaringga shtabla Bir vaqtim berdim sali bir oy umring sarfla Yashimni kuchligini biling bilaqib sarfla Boshda rekord, azalda aq, azalda boy Azalda demali bazarda bor Qo'liga medallarning shuki o'tataman Davading, boshda rekord, azalda aq, azalda boy Azalda demali bazarda bor Qo'liga medallarning shuki o'tataman Bu nima bu? Bu nima do'stlar? Bu nima billah? Telegramda aytdim sizlarga. Aytdim sizlarga. Bunaqasi hali bo'lmagandi. Bu yangi level dedim O'zrep battle'larda dedim. Aytganimcha bormikan? Yo'qmikan bilan. Yo'q bay. Xo'sh, Mo badam bilan tovuq badam bo'lib ketdi onasini emsin borki. agar mana hisob kitoblarimga qaraydigan bo'lsak, agar qora tuynuk sayyoramizga yaqinlashsa, yerda hayot tugashi mumkin. Chunki uni chegarasi yo'q, lekin Black Hole bu qora tuynuk emas. Shu sababdan ularning maksimal chegarasi Telegram kanallarida tugaydi. 2021 dan beri ko'chirasa hammasini lekin hali yashanolmaysan. Bani Black ekan bu do'stlar. Yaxshi qilib orqasiga yozib o'tib ketdi-yu, zo'r bo'pti. Ya'ni bu deganim MC'larni tanishimiz uchun yana ham yaxshi anaqada bizga ham material. Haqingda gapirishim shart emas, labelingni nomi aytadi aslida kimsan? Black Hole desan lekin oralaringdagi ko'pchiligi fanatimsan. Bu shunchalik har xil darajadaligidan bu versi chiqar olmadi hattoki g'azab bo'lmasan. Hali ham qo'rquvdasan, eski versusimizni mavzusiga qaytsa. Tan olgan mag'lubiyatning agar hammasini ochiqroq qilib aytsan. Qolib ketasan soyamizda hali vechda bu peshonangga yozilgan o'zgartirishga kech. Nechta MC olib kelsan ham qora teshking kengayadi kutangan. Faxrlanib Nechta MC olib kelsang ham qora tuynuging kengayadigan dangal. Do'stlar, men trek to'xtatish xohlamayapman chunki men ham siz kabi nima desam ekan, bir kayf olishni xohlayapman. Trekni to'xtatadigan vaqtda mazasi qochadi, bilaman. Lekin siz ham qiziqasiz fikrlarimga, qani nima derkin deb. Orada albatta to'xtataman, lekin unchalik ko'p to'xtatmaslikka harakat qilaman do'stlar, chunki men ham bir zavq olishim kerak bu trekdan bor. o'tishadi raqiblarimiz jam bilan battle qilganmiz biz. So'rab oldik yalni versus qilinglar tez. Hozir 5 ta otang oldida cho'kasizlar tez. Qadam
Nima? 5 ta oltin oldida. Ha, o'zlarini aytyapti. Olib kelsang ham qora teshking kengayadi ko'taringan. Faxrlanib o'tishadi raqiblarimiz deya jim bilan battle qilganmiz biz. So'rab Ha, faxrlanib o'tishadi, bizni raqiblarimiz jim. Yalni versus qilinglar tez, hozir 5 ta oltin oldida cho'kasalar tez. Qadam va qadam ko'char, qadim bu kabi qatorim sahaqindagi fikrlarnagi qadam o'tirib mavjud bo'lmagan labelning muqaddimasi bugun versus sanasi yaqin, demak oltinda tutun. Qoch. Qo'lidan hech narsa kelmasa-da biz tarafga yozar bek qani qoch. Taxta ravoni bizga battling yaratib berganmiz to'si sen bari och. Sutga to'ymagan bolaga battle yaratib beradi tekinda famizoni poch. Kassani sotib biz bilan versus qilishga harakat qilmaganin sari qoch. Umuman olganda Black Hole labeli haqiqiy qora tuynuk bo'lganda edi, ular allaqachon ilmiy maqolalarda paydo bo'lgan bo'lardi. Lekin bizda yagona maqola bor. Qanday qilib rep aytib turib bitni rasvo qilish mumkin? Bunaqalarni jazolash kerak. Let's go. Okay. Qo'lda hammasidan bilasanmi ko'p yig'ib olgan bolalarni to'lgan debsa jo'rga pretsida salonga jensila biznikini topib ko'rgan barcha emsila pora berdiganda sana o'zingiz zo'r ko'rasanmi o'zimiz ko'tarib turib bitaramiz bilasanmi o'zingiz urmadimigan boring ko'p kirsan darajani cho'valasan tomog'ingga tirasan ortiqcha pand senga kerak emas u ana u isterik bitarazu ko'rsating nimaniki O isterikka bilan yaxshigina panch ketdi. Isterikka. Rasul sabetilda joyini ko'rsatamiz avandam yasamar faqat yo'gan dondan o'zi tilab olmalaring bizni randomdan gavir bilan tanib oldik ve seni ham sotib olgan tekstlaring bari xuynya xuy so'z ana chop bor joying top bizni topqani topla senga biz bilan battle qilgan uni jat qilib bitaramiz bilmay qo'llasa yegani salarni jigarlaring oqibatli robegani bizni qarshimizdan uni bitarganimiz bo'ladi sana uni temi o'tirganlaring Voy, yo'qmi-yo'q. senga biz bilan battle Onadan ketib qoldimi? Yo, menga shunaqa eshitdim. Qani to'p bilet senga biz bilan battle. qilgan uni jat qilib bitaramiz bilmay qo'llasa yegani salarni jigarlaring oqibatli robegani bizni qarshimizdan uni Jim, biza qarshimizda normal. bitarganimiz bo'ladi sana Bitirganimiz qoladi sani oni. Bu yerda to'g'ridan-to'g'ri ketmayapti-da, bu yerda kalima o'yini bo'lyapti, bor. So'z o'yini bo'lyapti, bor. uni temi o'tirganlaring komitetda qachoningisi chiqadi platforma agar siz bo'lmasak teshigim bo'lmasdi battle hududida mushikim bo'lmasdi sendan chiqazma yangi avlodsan man bu yerda bor ekanman teshigingda yotasan siz topda sal orqamizda safran family har doim bitta razon bilan siz topda sal orqada xanjar bilan kristalli qilishsalarga oldinda yot bilan millionsan sendagi jigarim yo'q bariga ballaga qo'shilib yo'qotib tur yo'q alba yo'qsan bo'lmasa bo'lmas deb bilay qo'l teshigingda a'zolari bor yo'g'i tirik Oy, teshigingda a'zolari bor yo'q tirik burada, yo'q. Men ham qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Qora tuynuk atrofidagi barcha narsalarni o'ziga tortib oladi. Vektor navbati keldi, bor Vektor. Men 5 ketganim Arranger bilan versusida bor. Bu safar ham uyaltirma, bu safar ham. Lekin men tekshirib ko'rdim. Black Hole label hech narsani o'ziga torta olmaydi. Ular faqat o'zlarini bo'shlig'iga tayanadi xolos. Astronomiyada bu narsa massasiz hodisa deyiladi. Ya'ni ular qanchalik og'ir gapiramiz desa ham aslida vaznlari nolga teng. Rapper reklam ostidan nom qo'ygan padarga big bola jonida to'ygan bir nogiron qolgan grinch borga bitta darama baringa so'rgan har kun ko'payadi bular bir-biridan farzat qancha yana nimadaridan san'at ashada olay ma'lumot iborat qora teshik yaratuvchisi gamerga ananiki bu fizika animedan olganda eski taxallus mas bola rapperman demagan nomingni qora teshik bilan birga qo'yganingda rafq motiving jam typing jam kumering jam yaralishing jam даже turishing ham kopiya tomiringdan oxadagi xonasida jam dan qora teshik uzun deadline bu bashara bilan olasan fine hujayralaringga boradi bu vibe baring itaradigan bu west side Ego manda ves Ego vibe press Qizg'imas bu kim? Qora teshik genga So'ramas ekan yaxshisi turg'izmas kim? So'la bitta estraken Cringe trekkingga Man bilan oladi to'la vibe Battle kerakmidi? Teshingga terma pasta bilan tiqamani probka razna bilan zvezda kurortda indamasdim ketadi o'z nakotlaring yeb qo'yib jimgina yo'qlaring endi Sparka bu taxtaga botmaydi proyekt sotdimi sanlarga yoqdimi rapper sandala tekstini boshqasi yozdimi mayli Qora teshiklar yo'q dedim o'zimga yo'lasan jibbaring balab bo'l kutmagandim chiqishini o'zbeklardan Black Hole rang Oy, yomon. Jamiyatinga qarshi chiqdi erkela polning bu Black Hole transformerlarga to'g'ri yo'l Zo'r, bilat, zo'r direktorni anaqasi ham. Va nickname'ini o'zgartiribdi Farhod deb. Uxlab qolibdimi?
Instarmi bu? Professor, Yo. What the hell? Men nima ham derdim? Bu masalaga ham jiddiy qarashimiz tarafdori emasman, chunki hurmatli olimlar, biz bundan 1000 marta murakkabroq mavzularni ham osonlik bilan hal qilganmiz-ku axir. Fakt kerakmi? Fakt kerakmi? Family qora posteri sana do'stlaring bilan yig'ilgan qo'lingni qondirgani Billa. Kam qo'ramandan bor. Ya bu orqaga nimaga o'tmayapsan billa. Ganmiz-ku axir. Fakt kerakmi? Family qora posteri sana do'stlaring bilan yig'ilgan qo'lingni qondirgani keldi. 6 yildan beri to'xtamadim, endi salani ko'raman, qani qo'llaringdan menga nima keladi? Salani oqibati bu yil o'rtasida pulli bozorida qo'yiladi yana rastaga. Qora teshiklari tegi berganiga rahmat, tinaklaring rastaga. Bariqat nafaslarimni to'plasam masalani mushuk deganlar bari gaplarini qiladi remake. Qaybaringni gapirmas, ukalarnikini o'zim qo'ygan vasabi yoki-da krisiv emas. Isterik ichkada yig'laydi po'xuy, salada nomandan olgansan bortni. Og'ash deganlar vashi gapirmasin, dabir joiz bo'lmasa-da bilasan abortni. Fu billa. Men hozir bitta narsa diqqatim tortdi. Endi aytmoqchi edim do'stlar, asosan bu yerda punchlar isterikka ketyapti. Komandaga polni punch bor, keyin ism olarak isterikka ko'p ketyapti va bu yerda nat deb o'tdi adashmasam, natga ham qanaqadir punch berib o'tib ketdi. Baringni gapirmas, ukalar Ha, VMS ga aytibdi bu. Nikini o'zim qo'ygan vasabi yoki-da krisiv emas. Isterik ichkada yig'laydi po'xuy, salada nomandan olgansan bortni. Og'ash deganlar vashi gapirmasin, dabir joiz bo'lmasa-da bilasan abortni. Ali Farhod Dilshodcha xonbaho hayot bu o'limingga bilet olib beradi, lekin hayotida g'alabani qo'llaringga muhayyo qilib bermaydi. Hali ko'tlaring teriladi ko'p. Mana o'zimni tinglanu darajaga qaraganda teleskop, let's go. Ochmaqa qora teshigini unaqada bo'ladi bu baholi keskin. Kamaseklarning armiyasi 5 ta bu bishongan isteriklar qora teshigini. Ey, menda e'tiroz kichkina. Eshitilar Toshkentchada bachkana bir dona qop-qora do'shkina shunchalik MC'ni Nima eshitilar Toshkentchada bachkana. bo'ladi bu baholi keskin. Kamaseklarning armiyasi 5 ta bo'lib ishongan isterik. Ha, u yerda Black Hole'ni, короче, anaqasi eng boshidagi inson isterik ekan, shuning uchun menimcha to'g'ridan to'g'ri isterikka ketyapti punchlar bu yerda. armiyasi 5 ta bu bishongan isteriklar qora teshigini. Ey, menda e'tiroz kichkina. Eshitilar Toshkentchada bachkana Menda e'tiroz kichkina, eshitdilar Toshkentchada bachkana. bir dona qop-qora do'shkina shunchalik MC'ni saqlanadi ichkina. VMS Terrible Battle finali qanchaga tushdi? VMS Terrible Battle qanchaga tushdi? Bugun Qo'ding bilan charasini g'alabani sotib ololmaysan. Blade gitaronini karollari karonami ololmadi, sanam ololmaysan. Yebanuti qilag'ini bo'tda qilmaysan. 1 minut. Finali qanchaga tushdi? Bugun Qo'ding bilan charasini g'alabani sotib ololmaysan. Blade gitaronini karollari karonami ololmadi, sanam ololmaysan. Yebanuti qilag'ini bo'tda qilmaysan. G'alaba kerakmi, bo'tda qilmaysan. Isterik deganlar Voy, g'alaba kerak. Seni hayot poyida bo'yin egib yana doim o'tgan. Bizda yo'q hazilim to'y bo'yin boshlandimi chiqmayishning bizda doim time outgan. Qora teshik nomlaring bekor emas, demakki salani ortingga go'miklar doydirib o'tgan. Lekin nomlaringni o'zgartirma, chunki qora teshikka vizasining kerak bo'ladi hamma kodga. Naxuy svodka, naxuy klip, naxuy podcast, naxpat vodka, tanitib patbolga. Olinadi vaqt yana qo'shiladi polkaga. 3-4 ta tolkaga bag'ishlaganimda ham bu kuchim baribir missiya o'zgarmay qolardi. Ularni ham teshigiga qora kut. Chornik. Voy billa. Do'stlar, har bittasini bittalab tahlillashim kerak emas, mana eshityapsiz bilan. Shu narsadan kayf qilyapman men. Kantani karaku, maktabga berilsa kanikul chiqishi 05 ga darak bu to'g'li tinmaydi kukuri karaku. Sana atama taraku, bas tukalaringga qarab qo'y. Yoki bu qilgan qilmishlaring uchun bilishlaring sahnada men qo'yaman raku. Gap yo'q bilan, Instarda ko'rsak. Trekni yana ham yondirib bordi. Va hali Black Hole'da eshitganimiz yo'q do'stlar. Hali u yoqda nimalar bo'lyapti bilmayman do'stlar. Ajoyib bilan borib. Ancha sog'ingan ekanman borib battle treklarda. Ancha bor-ku. Shunaqangi ketyapti, shunaqangi. Hurmatli olimlar, sizlarning ilmiy tadqiqot va ilmiy ishlaringizdan xulosa shundaki, Black Hole yer yuziga ham, GM Family'ga ham xavf tug'dira olmaydi. Shu bilan ilmiy konferensiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat. Qolgan nima bo'ladi hali?
Direkt yarimi turibdi salkam. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jo'qa Max. Jo'qa Max. Video yoqdi degan umiddaman. Har doim zakadroviy orqada qolib ketgan inson edim. Bugun chiqib gapirishga majburman. Bizning komanda haqida qisqacha gapirib bermoqchiman xolos. Mana xudo xolisa 5 yilga yaqin biz bitta komanda bo'lib Bilmagan, ya o'zini tanishtiryapti, u bilmaganlar uchun men ham ozgina aytib ketay. Bu Jo'qa Max shu ikkita GM Family'ni parda orqasidagi odam do'stlar, ya'ni turkcha aytayotgan bo'lsam, ishim mutfağındagi odam, ya'ni ishni oshxonasidagi odam, ya'ni u pishiradi ko'p narsani, tushunyapsizlarmi? bir jamoa bo'lib ishlab kelaymiz. Oramizda bo'lgan konfliktlar, oramizda bo'lgan gap so'zlar hech qachon tashqariga chiqazmaslikka harakat qilamiz. Ko'pchilik bizni ko'rolmaganlar bo'ldi. Bizga dushman bo'lganlar bo'ldi, bizga yaqin bo'lib turib teskari bo'lib ketgan odamlar bo'ldi. Lekin biz hali bir-birimizga teskari bo'lib ketmadik. To'g'ri. Respekt. Har bir jamoada o'ziga yarasha kamchiliklari, urushlari, janjallari bo'ladi, lekin biz buni tashqariga chiqazmaymiz. Nimaga? Chunki biz oilamiz. Shu battle ichida, ya'ni battle rap ichida qanaqadir o'sha darajaga erishgan bir komanda sifatida qoldik xolos. Bu videoni nimaga qilyapman? Ikkinchi videomiz, ya'ni ikkinchi qo'shiq shunchaki bizni mana shu rap atmosferasida, battle atmosferasida qoldirgan izimiz va pozitsiyamiz haqida qisqachagina video qildik. Ko'p cho'zib o'tirmayman, ikkinchi videoga o'tamiz. Sizlar bilan Jo'qa Max. Gap. Конечно, GM уже qoldi, ya'ni UzRap tarixida. UzRapda battle tarixida menimcha eng yuqori pog'onalardan birida deb o'ylayman. Tanish bu fobiyang ovozi. Har qaytarilganda sani miyang qisar. Senga batol ketganda minnat qilsam, to'lamaysan haqqini men etqibam. Yaqinlarimga nisbatan qanaqa niyat To'lamaysan haqqini men qilsang, bir tirekda qaytadi 1000 marta sanga. Tupurgan joyim martasan, bu uni muzeyga saqlaysanlar. Ming yillik lapsan uchun meni har bitta so'zim doim oltin bo'lgan. Sen uchun ustosiga faxrli oltin bo'lgan. Xohishim uchun senga tegish niyatim yo'q bugun. Ammo hurmatim lotdan bo'lganmisan yo'q. Sen ham katta bo'lib qolding-da. Ay odam bo'lib qoldingmi trapper? Yozganlaring gram ta'sir qilmaydi, qancha yozsam ham senda toza. Bizga lagan darajani urib bo'lmaydi. Hali beri GM Family'ni unutolmaydi. O'z rapda rapperlaring son mingta shunchalik no name esingda qolmaydi. Kimligi nima degani yo'q hattan. Nega paydo bo'ladi o'chib ketar tarixatidan. O'z rap battle tarixida Carterdek iz qoldirgan battle jamoa sifatida. GM har bir a'zosi qadrdon 5 yillik tarixga ega degan faxr bor. Oramizdagi konflikt qoldi orada. Boshqa labellar bilan solishib bu borada. Biz oldinda turadi bu do'stlik, biz oldinda turadi bu rostlik. Biz oxirigacha boriladi nima bo'lsa-da. Sababdan tashqaridan taassurotlar juda joski. Bizda yuqori bo'lgan har doim xohish, maqsad bitamizda bosqichma-bosqich. Messi emas bizga seni mag'lub etish, UzRapda keng biza mana bu ish. Mayli sen ham bilachiranib ko'rdingda, senda qo'matsizlar dahoyasini ko'rdik. Startda qolasan mana shu holingda, biz esa dahoya finishni ko'rdik. Bilmadim seni nega bizga teng ko'rishdi. Aniq olmoqmisalar bizga qarshi urushdi. Sen bilan niklarini yonma-yon turishi, bizga isnot kumifana turishi. Bizga isnot kumifana turishi. Harakat qil sal-pal, so'ngga emas fatga. Ya'ni bular anaqani boshidan beri, trikda boshidan beri, короче, sizlar bizga fanatsizlar. Ya'ni bizni izimizdan kelayotgan odamsizlar deyapti boshidan. Sizlarni salla, o'zlaringni ko'payish hosil qilding talpa. Mendagi gavno bilan gapirasan bla bla. Ko'rdik qanchadan qancha rapper bariga isbotladik biz kim. Xohlasa sahnada, xohlasa ko'chada qarshimizdan yo'qoldi sekin. Kimni aqli yetdi GMga MC berganingda ham chetdan dushmanlaringga o'zingni temirlaring hakam xatoki darajamizdan ko'rdik qanchadan qancha rapper bariga isbotladik biz kim. Xohlasa sahnada, xohlasa ko'chada qarshimizdan yo'qoldi sekin. Kimni aqli yetdi GMga MC berganingda ham chetdan dushmanlaringga o'zingni temirlaring hakam xatoki darajamizdan chetda. Mana Hakam hatto darajamizdan chetda deb berdiğinde hakamda minor pushka olyaptimi? Chunki minor ko'p anaqa hakamlik. Asosan hakamlik ham qilmaydi-yu, no, lekin qilgan joylari ham bor-da. Streamida ko'p aytadi-yu, menimcha minor nazar tutyapti. Kalamga birinchi shu narsa keldi. Haroratim ko'tarolmaydigan raqiblarga qarshi qo'yasanlar, natijada easy win. Zombi miyasi bilan bas kelishga harakat qilar, ammo isbotga kelganida millimetr darajasi bilan bizga yozadi beef. Tuxum karotkasidan turib vizov deydi. Qiziqishlaringni o'ldirish bu biz uchun kayf. Sendadiklaring oldida bor rest in peace. BHKT Sinetsu natdagi salani eshitganda minus bu vibe. Efir bashara limiti 10 minut so'rar. Tilab olding o'zlaring zoom minut so'rar. Qatorga cho'kalidi san'at GMdan o'rgandim hurmatim va izzat. Biz UzRap battle'ga nuqta qo'ygan vaqtda GM bilan battle sani ulkan missiyang. Borlaringni ber bizga qarshi, borlaringni yig' bizga qarshi. Biz sukut saqladik jangga qadar jim, chunki bizdan bir kishi yetar chindan. Niklaringdan tortib
bu yo'nalishingda. Sallada hammasi made in Jamdan. G'alaba qilganimizda ketamiz jam. Hammasi made in GMdan. Kishi yetar chindan. Liklaringdan tortib bu yo'nalishingda. Sallada hammasi made in Jamdan. G'alaba qilganimizda ketamiz jamlik raqibda bari keladi ketimiz achidi deyarli bo'lamas underground oila bu jam. Bunda batalada yashiladi birga qilinar ideya turgin tillaringni tiyib kelib o'xla. Bugun uruvini ko'rsatamiz alab o'xlaga xohlagan vaqtida formaga qaytamiz bizdan emas yo'lga chiqib buni yarmida to'xtagan. Solishtirma keldi ketdi jamoani bu bolani birgalikda turib qabr ko'lagani fakt. Bulsiz ham studiyada yotib turib yurgan bolaga san qaysi yuzing bilan deding oqibat sanda to'qiladi rap bizda o'qilar hayot qora teshigini to'ldirganda o'qla tayyor doim o'yin boshlanadi bu o'yin egilmaydi bu o'yinlarga qarshi sana treklaring boqmadi yorga yoqmadi yoqmadi yor mo'ltiragan ko'z Nima? din oqibat sanda to'qiladi rap bizda o'qilar hayot qora teshigini to'ldirganda o'qla tayyor doim o'yin boshlanadi bu o'yin egilmaydi bu o'yinlarga qarshi sana treklaring boqmadi yorga yoqmadi yoqmadi yor. yoqmadi yor mo'ltiragan ko'zlar endi sana bosdimi yo'q bilan butun rapini olib qarshimizga bizga qarshi turadigan hali yer ostida yo'q oxlatiraman hammalaringni nima yana qayta jam g'alabani olib ketadi yana qaytadi suka kecha ham yorgan bugun ham yoradi xohlagan paytida Ko'rdik qanchadan qancha rapper bariga isbotladik biz kim. Xohlasa sahnada, xohlasa ko'chada qarshimizdan yo'qoldi sekin. Kimni aqli yetdi GMga MC berganingda ham chetdan dushmanlaringga o'zingni temirlaring hakam xatoki darajamizdan. Ko'rdik qanchadan qancha rapper bariga isbotladik biz kim. Xohlasa sahnada, xohlasa ko'chada qarshimizdan yo'qoldi sekin. Yani do'stlar aytmoqchi bo'lgani biz bir jamoa değil, family yani bir oilamiz deyapti do'stlar. Kimni aqli yetdi GMga MC berganingda ham chetdan dushmanlaringga o'zingni temirlaring hakam xatoki darajamizdan chetda. Kanis filmi do'stlar, film tugadi. Nima deb o'ylaysiz do'stlar? Klip, trek nima deyapti do'stlar? Fikrlaringizni yozib ketsangiz kommentariyaga. Juda ham xursand bo'laman. Har bir kommentni bitta o'qib chiqaman do'stlar va like bosib chiqishga harakat qilaman. Gap yo'q lekin malades. Ijodiy jamoaga haqiqatan gap yo'q. Zo'r. Menga yoqdi do'stlar shaxsan o'zimga. Endi navbat Black Hole trekini eshitamiz do'stlar. Ular nima qildi ekan? Juda ham hayajonliman do'stlar. Hozirdan qaror berish erta. Black Hole eshitib keyin qaror beramiz. Ne diyor? Bir minut. Tak. Nima debdi? Black Hole'dan eshitamiz hozir. Tak, Black Hole Happy Day. Yani o'lim kuni muborak bo'lsin do'stlar debdi. Tayyormisiz do'stlar? Trek limit kamroq ekan 10 minut 25 sekund do'stlar. Tayyor bo'lsangiz ketdik. Let's go. Bobo ottamani chopiladi ponniklaring Salanni man bir o'ylantirsa man o'ylantirganman bahallaring Xivani malikasi qani insta osiladi emchak Xivani malikasi qani insta o'sha trekda boshidan 5-sekunddan o'sha punch bilan boshlayapti. Bobo ottamani chopiladi ponniklaring Salanni man bir o'ylantirsa man o'ylantirganman bahallaring Xivani malikasi qani insta osiladi emchaklaring Yozgan dislaringni Rustam tog'alaring Daja cho'chog'iga ilmadi Yo. Yozgan dislar. Bu yerda minorga ketyapti do'stlar. Pancha daja bilan cho'chog'iga ilmadi bilan yozgan triklari deyapti. Yo. Let's go. Okay. Vaqtingga MC kubik Rubik Rap kanal yoki kubik Rubik Sallarni hozir 1 minut. Rap kanal. Menga disk ketmayapti bu ish qilib. Punch ketmayaptimi? Sallarni emchaklaring Yozgan Trek so'zlarni yozib ketsa juda ham zo'r bo'lardi trek so'zlarini. dislaringni Rustam tog'alaring Daja cho'chog'iga ilmadi Vaqtingga MC kubik Rubik Rap kanal yoki kubik Rubik Sallar Ha, sizlarni vaqtinglarga rap kanal bilan anaqa kuba deydi. Hozir ko'tarsa shular men ko'targanman yoshligim tuvar Har bitta ijodingni so'rab yozgan baytlaring bo'lgan Tanoma sevesang oqarmaysan qora yibar Bunny Black
Dora quyon Ey zo'rlaring kim? Bukilmas obro'laring meni keyin g'ijim. Balig'da tuxumlar musurdan bir-birini topib tashkil bo'ldi family game. Kapirushklar ishongan navbatlaring chopilgan konstraktdan. Chestingi priz bo'ldi abstrakt, halim etmagan nafstark. Joylaring dartmas butulka, og'zingda ishim bor bir xo'tka. Versusdan keyin 5 yil uyam qo'lga oladi tish cho'tka. Nasldan qani gapiribsan, xuli chestisdan qo'ydagi o'ynashisan. Kimdi? Butulka, og'zingda ishim bor bir xo'tka. Versusdan keyin 5 yil uyam qo'lga oladi tish cho'tka. Nasldan qani gapiribsan, xuli chestisdan O'sha joyni tushunmadim, qanaqa MKni gapiribsan. qo'ydagi o'ynashisan. Yaqinni vorsin, o'zingga judayam men seni ammeni o'ynashmasman. Bla. Oh my god. Bo'lib nima qilib tashladinglar? Nima qilib tashyapsizlar bor? Yoki aka-uka davri Ha, o'sha isterik o'tyapti bu yerda. Biza kelganimiz hali joy damla Batalonlar menda qolmadi raqobat Bu black hole yoki ajoyib odamlar Ko'rolmaydi faqat uni chirigan odamlar Chain family yoki bir guruh yibanlar Yoki dalbanlar bilmaydi hamlarni Qani boringni jamla Duxuni oladi xayolida raqibini xuddi qo'limni ko'ksiga qo'ysa qamaydi pisan Mana aytaman bunaqa yem Seni tipini go'yo katagingda kelagan it kabisanlar GM chirik matosi Black hole og'zingda lattas tozasi Katta ketali tipa yarroni lekin qo'llaringni hatto kemiras popam Sanadan o'pdigi teringni rangidan ma'lum Hurmat qilgan odamingni o'zlaringcha do'kka bo'r Tag'in sahiba xuddiki atrofdan o'tib og'zingga tupurdimmi yuzga tupurma Boshini ko'tarib qara xavf o'ncha GM bu so'm lekin BH bu dollar Itarlab ketdi marketing yozguncha o'zlaringni teshigini yopish ko'ringan taklif qiling Ya, isterikdan yana yaxshiroq narsa kutgan bo'lardim. Chunki albatta buni ham xabari yo'q-da. GM qanaqa tirik chiqargandi. Chunki GMda asosiy panchlari isterikka ketdi. Isterikda hozir versini eshitdimda, asosan nima desam ekan? To'g'ridan to'g'ri bir panch yo'q, haqiqatan bir keskin panch yo'q. Albatta panch beryapti-yu, lekin ism o'laroq birontasini aytmayapti yoki boshqa qilmayapti. Masalan, GMda eshitdik-ku, isterik, короче, dedi u yoq. Isterik esa ularga qarshi bir nima desam, keskin bir javob qilmabdi. Og'zingda lattas tozasi katta ketali tipa yarroni lekin qo'llaringni hatto kemiras popam Sanadan o'pdigi teringni rangidan ma'lum Hurmat qilgan odamingni o'zlaringcha do'kka bo'r Tag'in sahiba xuddiki atrofdan o'tib og'zingga tupurdimmi yuzga tupurma Boshini ko'tarib qara xavf o'ncha GM bu so'm lekin BH bu dollar Itarlab ketdi marketing yozguncha o'zlaringni teshigini yopish ko'ringan dollar Taklif qiling yama pul o'lin Ha, Vimeys good. Ketdi marketing yozguncha o'zlaringni teshigini yopish ko'ringan dollar Taklif qiling yama pul o'lindi yashaydi nafsi qulagar Vimesni vijdoni bo'lsa-da gar Jigarlaring emasmi unga burilgan Bo'ynimga qo'y qani shonimni topda Fanating uydirmalaringga ishontir Arqonda ikki tarafi bor unutma Qo'li bor jigaring sani haromda Konferensiya ijod bo'lmagadek Kamaga katta kechikka qara Agarda $500 pulim bo'lmagan Boyagi rasm anaqa obloshga chiqqandan keyin bo'lar o'sha anaqa qilganmi shekilli, klip olish, syomka. Konferensiya ijod bo'lmagadek Kamaga katta kechikka qara Konferensiyadagi ijod bo'lmagan. Agarda Orqada ko'rib turganingizdek do'stlar, GMda obloshkasi bor. $500 pulim bo'lmaganda sanlab qo'ymasa dillaring o'zingga narx alo Bela $500 pulim bo'lmaganda qo'ymasdilar o'zlariga narx. Qadaman alohida so'ragin tepadan panohida alday Albatta do'stlar, bular orasidagi ikir-chikir mavzular qanaqadir tortishuvlarga anaqa emas, men bilmayman to'g'ri ko'p narsani-da ko'rib turganim yoki eshitib turgan narsalarimga fikr bildiryapman. Albatta bular orasida balki undan ham jo'skiroq narsalar o'tgandir. Shu narsalar haqida gapirayotgandir. Men bilmaganligim uchun u joylarni tushunmayotgan bo'lishim mumkin. Albatta bu narsa siz ham bilmaganlar uchun shunaqa tuyulayotgandir. Yoki sahar nafas uchun Vimesga qayta to'laysan badal Rosta bu versus emas intim Og'zingga tiqaman o'chirgan jiha Hakamga rozi bo'lmaganim sababi Hakamni top daraja hakamiy mandagi Hakamga rozi bo'lmaganim chunki hakam belgilanmadi do'stlar anaqada konferensiyada hech qanaqa hakam bo'lmaydi deyishdi ikkala jamoa ham shu haqida aytyapti shekilli 1 minut o'chirgan jiha Hakamga rozi bo'lmaganim sababi Hakamni top daraja hakamiy mandagi What the hell? Bu katalog o'zgardi Ikki xil fikrim bor ijobiy salbiy Kechirasan man avvalgi emas lekin kechagi Vimesdan ancha asabiy Doimgi deyman gap Jammaga o'tdi do'stlar verse
bizda Rapim o'qiyman hamon Nimaga pidarazlar O'lasan bugun saboq Salani tillaring to'la qado Holatim suvi ham menga davo Manga qizig'i yo'q kim nima deydi O'zi mashina tek Nima? Suvi ham menga davo O'lasan bugun saboq Salani tillaring to'la qado Holatim suvi ham menga davo Holatim suvi ham menga davomi? Bu qanaqa panch bu? Manga qizig'i yo'q kim nima deydi O'zi mashina tek O'zlari xohladi mayli beraman Xo'yablik indamalari faqat xotin bilmassin Salani ham itarganim bilib qolsa garjim Dugonalaridan yana xafala bo'lmassin Oy. Panch qaramaydilar. Hatta kami qabul qilolmaydi bular nosi tabiat past Umumiy teklari bular yig'iladi orada rap o'qigani bahonada yana yerishadi bir-birini keklari Qo'yit qillaringni bo'qalam ula klipimiz olamiz ko'chalaringda Har biring haribsan yozilgan voz deb ko'rinib turadi ro'jalaringda Treklaring maqtami foydasi yo'q o'zi bilganlar qotadi ustalaringdan Salani zoningda olingan bo'lsa alamingni ol o'zing pastki labingdan Yo bilan. Kerak bo'lsa klipda olamiz sizlarni ko'chalaringda bilan. Bu ham yaxshi panch. Bu ham zo'r panch. Nat. Nat? Boya kelmadimi Natni bo'lsa? Yo yana almasha. Nat battle zonada og'ash style tomonlama battle'ga har xil rang-baranglik bergan Diamond deb. Esla tasla to'pig'imni pas az yaramas bajaram Yo mayo. Aziz yaramas to'pig'imdan pas. Nima dedi o'sha joy yaxshilab deysiz? Esla tasla to'pig'imni pas az yaramas bajaraman basharalaring hisobi bonitas kecha hype uchun siluet soyog'ini o'pib yalab nechta U bilan Silus Gang haqida bitta ketdi. Bilasizlar, Silus Gang tarqalib ketdi bilishim bo'yicha, chunki ijod qilmayapti hech qanday. O'zlari adel ijod qilishyapti. Alohida Silus Gangda kimlar bor desangiz, bilganlarim Yes Brusley bilan Avaz bor edi, taning. Qolganlari unchalik esimda yo'q. O'shalar haqida aytib ketyapti 1 minut. Basharalaring hisobi bonitas kecha hype uchun siluet soyog'ini o'pib yalab Kecha bilan hype uchun Silus oyog'ini o'pib yuruvdilar kerak. Mag'lubiyatlaring bo'p ketgan aytlaring g'alaba kreativ betingga kontent qilganmiz saviluf ajdar To'g'ridan to'g'ri simga ketdi kreativga panch. Bilaman labeling bo'lsa agar kamiluf saviluf bilan fitga ketdi qancha kuning ayt aniqroq bitta fitga nechta qilding kuning ayt instar tupursam og'zingni ochib endi jo'xa bilan zapis payt o'zaro qiyin O bilan yo Nat to'g'ridan to'g'ri ismlarga qarata panch uryapti do'stlar. Bu yerda Jo'xaga ham ketdi, Instarga ham ketyapti bor. Menimcha bu versiyani oxirigacha ismlarga bo'lsa kerak panchni deb o'ylayapman. Yaqin bu voli bitarish finching Drillow bu kim yo'qmi xuyoviy diktor Battle oldi milliy TV direktori telefon qildi Kanalimiz tapichkasi unaqa xo'rlab tashlash shart emas O'zi 3 yildan beri tekinga ishlab yuribdi deb Laycha bila Yo bilan Instarga ketyapti panch yo-mayo Joski bilan. Joski haqiqatan. Black Hole podarka emas do'stlar, Black Hole podarka emas. Chunki Telegramda postlar tashladim-ku bugun. Ko'pchilik GM dedi-da, Black Hole'ni kamdan kam kishilar tarafini olib aniq qilib yozdi. Hatta bilardim, ya'ni sezgandim Black Hole ham podarka emasligini. Bu yerdan to'g'ridan to'g'ri Instaga panch uryapti. Kasi unaqa xo'rlab tashlash shart emas. O'zi 3 yildan beri tekinga ishlab yuribdi deb Laycha bila Rost familyni bishlab bosi Jo'xaman Maroza ursam diktor ol qog'oz xuyet qalibsan biroz Zukari zapistek kesang quflida eshigay bitta albomingga keng bo'ldi anal teshiging Vektor chesing sotilib ketadimi 3 million so'm yetadimi qanchadan chesing kursa taxti bo'lamiz Pilla. Bu joyini esladinglarmi do'stlar? Agar meni bilishim bo'yicha o'sha narsa bo'lsa, Arranger bilan versus bo'lgandi va Vektorda hamma ya'ni 80%, 90% odam yutdi degan vaqtda Minor ham aniq qilgandi.
reaksiya qilgandi va o'sha yerda aytgandiki, "Короче" dedi, "Sen onasiga so'kding" dedim, "Otasiga so'kding, esimda yo'q. Shunaqa aytgan joying bor ekan" dedi. Agar haqiqatdan shunaqa dedingmi yo'qmi dedi. Agar demagan bo'lsang haqiqatdan sen yutding dedi. U aytdiki, o'sha yerda chatda "Men unaqa demadim" degandi. Bu yerda aytayaptiki, "Sen chesting 3 millionmi" deyapti. Chunki u yerda YouTube'ga 3 million tikilgandi do'stlar. O'sha narsani aytib o'tyapti bu yerda. Yaxshilab eshitaylik. Agar bilishim bo'yicha, agar men aytgan narsa to'g'ri bo'lsa, Chesing sotilib ketadimi? 3 million so'm yetadimi? Qanchadan chesing kursi taxti bo'laman student kursini. Sen kufliydi eshiging, bitta albomingga keng bo'ldi anal teshiging. Vektor, chesing sotilib ketadimi? 3 million so'm yetadimi? Qanchadan chesing kursi taxti bo'laman student kursini. chesting 3 millionga sotilib ketadimi deyapti. Haqiqatdan o'sha narsani nazarda tutdi deb o'ylayman. Men kallamga to'g'ridan to'g'ri shu narsa keldi do'stlar. Haqiqatdan shunaqa deyaptimi yoki boshqa mavzu haqida gapiryapti? İşte ensini top bostirishga mana 5 tas pop xalqqa qiziqroq ijodingdan kelinni xiyonati qo'shdi bilan. Bejalenga fuck yo'q qaytarma bu xatoni. Labellari yaramaydi rapga bersam borib. Bu karyerenga mana yarimta qatori. Ana hip hopinda bloqada ikani qoni. Bejalenga fuck yo'q qaytarma bu xatoni. Labellari yaramaydi rapga bersam borib. Bu karyerenga mana yarimta qatori. Ana hip hopinda bloqada ikani qoni. Ich qibra yo'q ikkita sarbas. Yo'qman Jimmy. Do'stlar, haqiqatan Jimga normalniy anaqa topildi shekilli raqib yoki Black Hole'ga normalniy raqib topildimi? U tarafi ham bor. Ya'ni tanganing ikkita tarafi bor do'stlar. Zo'r, ajoyib. Bilan trekni hali 5 minutdan eshitdik. Ozod bilaman. Ko'p to'xtatasan, zaybal ekansan-ku bilan. ikani qoni. Ich qibra yo'q ikkita sarbas. Yo'qman Jimmy ochilmagan sahifasi. Biz kelganda raqam turadi bularni hammasi. Orqasini berib berkitar bular kallasini. Bularni bari sxara, chiqlardan navbatari. Audiensi yo'q qarini yasab o'ynashar asabim. Gapda dejaman desam uradi rep tezlirat darasi. Qillanib buzmayman deganim bu zamon qadami. Doxby Battle, bu yerda o'zlari haqida ochiqlama kirib ketyapti-ku, anaqalarga. Yo. O'zlarini tanitib o'tib ketyapti-ku bu yerda pastda. Uzr do'stlar. Doxby Battle bobosi yuqori daraja yumor egasi. 85 ta Battle bobo tomonidan baholab o'tkazilgan bu insonni tanimagan Battle'da xuya bomb javnaqa deyish shart emas, bemasal shaxs o'zim tanimasdim do'stlar. Ya'ni avval eshitib ko'rmaganman to'g'risi. Endi mana yangilik bo'lyapti men uchun. Allo, bilaversiz yana ochiladi faktlar har tomonda Madonna bu bir kod ko'lab erishgan hurmatingga paqa bola familiga otiladi bombardimon panik o'tirasan betilini yiballaring bilan mobilin tikma betilga shafqatim yo'q bu 5 ta yetimga otlar no battle track Shafqatim yo'q bu 5 ta yetimga yo'q bile. yiballaring bilan mobilin tikma betilga shafqatim yo'q bu 5 ta yetimga otlar no battle tracklaring eslatadi manga Oksimironni dis otib yana kumerga hype deb please maqta minorni paxta minorga Yo bile. Yana pizdes panchlar. Do'stlar, bitta narsani aytib o'tib ketayin. Biz nima desam ekan, bir o'rganib qolganmizda, masalan, Uzrepdagi battle tracklarda qanaqaligini ozmi ko'pmi bilamiz. Ya'ni Uzrep yangiliklarda chiqqan yoki MC Shurik kanallarida chiqqan battle'larda endi uni trackida MC Shurikda versus chiqardi-da, bu yerda battle demoqchi bo'lganim battle degani mana shunaqa bo'lish kerak do'stlar. Battle degani haqiqatan ayovsiz. Tushunyapsizlarmi? Ayovsiz. Mavzu yo'q. Mana bizning kanalda hech qanaqa mavzu yo'q, limit yo'q. Tushunyapsizlarmi? Albatta cheklovlari bor. Masalan, ota-ona yoki milliy qadriyatlarga tegmagan holda o'zlarini mahoratini ko'rsatishga ega bu reperlar do'stlar. Menimcha battle degani mana shunaqa bo'lish kerak. Senzura qo'yib, cheklovlar qo'yib tashlasanglar, masalan, bu MC'lar o'zini yana ham bir qanday desam ekan, bir rohat his qilmaydi-da, tushunyapsizlarmi? Cheklov bor chunki. U narsaga qarshi so'z yozish kerak, masalan.
cheklov bo'lgandan keyin shu narsaga qarab so'zladi. Lekin ko'rib turganingizdek, bizning kanalda ikkala jamoaning ham treklari joylanyapti va ko'rganingizdek kelishuvlar asosida bir jostki battle treklar eshityapmiz. Muhimi shu. Menga yoqqani mana shu. Haqiqiy rap bu. Haqiqiy rap, haqiqiy underground bu do'stlar. Esingizdan chiqarmang. Haqiqiy underground. Ayovsiz. Tushunyapsizmi? Ayovsiz. Let's go. Mobilin chiqma battle'ga shafqatim yo'q bu 5ta yetimga portlar no battle treklaring eslatadi manga oksimирonni Ha, no battle treklari eslatadi menga oksimирonni. sotib yana kumerga hype dema please maqta minorni vaqta Ha, maqta minorga familida medal yo'q lekin bochalab yana bitta uzun model bu Xorazm go'zali ku nayno Ha, Doxby to'g'ridan to'g'ri instartni nishon olibdi do'stlar. Bilishim bo'yicha to'g'ridan to'g'ri instartni короче yeyman debdi bu trekda bor. uyg'on family salanish tar qo'yluli qanchalar jo'xadan so'ramadat ro'zanga blokdan jashapat Sizlarda eshitadi qo'ylilar va qanchalik so'rama jo'g'adan. Shit, bularda jazosi pul versus teshilgan bu azosi xol $5 ko'p teshkani yetsa o'ziga tirayman maskani yetsin Ha, u Jem короче deyapti, faqat pulga ishlaydi deyapti. $500 bersang bo'ldi короче deganda gapiryapti bu. Qo'llaring bo'sh, vektorni atayman galimi chort okey. Bularda xarakter nol, og'zingdan oqadi hazin bro. Qo'llaring bo'sh, vektorni atayman galimi chort okey. Bularda xarakter nol, og'zingdan oqadi hazin bro. Og'zingdan oqadi hazinmi? Oy. Og'zingdan oqadi hazin bro. Qanaqa so'zlar bu ya, bilan? Zo'r bilan. Zo'r, haqiqatan. Menga yoqadigan yo'nalish bilan jalab. Kes bo'lsa X, nota bo'lsa rap, chata mobil bo'lsa manet olaman bo'lsa fresh, xato panchilar ustun direkimda bo'lsa fight, tupuraman beshalena boshingga bo'lsa fara. Bang 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 bola qo'sib bang, xolamadim lekinlarni bayt betini menda bur, aniq degani bu mo'ljal va tukurga. Bittani kellari duq berish sukses. Bekkamir robollarni kulib baxanlari, topishga hidildan toshga yibanlari, bittasi chort qolgan 3 ta. Toshkent yibanlarimi? Toshkent yibanlari. Xolamadim lekinlarni bayt betini menda bur, aniq degani bu mo'ljal va tukurga. Bittani kellari duq berish sukses. Bekkamir robollarni kulib baxanlari, topishga hidildan toshga yibanlari, bittasi chort qolgan 3 ta zaharlanib, bittasi jirkangan odamlari. Bolachalani bu talanti bu telefon, hatto Buxoro bergandi bularga bort. Qaytarib ko'rish endi xato, chunki GM'ni oyog'i sasiydi fu. Eshitgan odam bu jalab devordi, isterik GM'ni ko'ta yorvordi. Tutganmidek qani fanati stil, Black Hole GM'ni tirikki vordi. Mana qo'lim o'qadi bu qolani ko'chasi qara, hatto ko'r bo'lsa muqqus 3 tomoni muqarrar. Miyasida qoldi isterik, bugun payshanba, bugun aytmani kun. Bilat, flowlar havoda uchyapti jalabol. Flowlar havoda uchyapti, onasi menimsin bu. Dahshat. Yana natga keldi. Nat battle zonada og'och. Boya o'qidim ha. Style tomonlama battle'ga har xil rang baranglik bergan. Diamond. Let's go. Let's go. Let's go. Klipni yoribdi bular ham lekin mana. Bilan, mana shu yerda o'zi bilan underground havosida. Underground havosi bilan. Underground havo. Battle'da xohlar realda, tortama yo'qqa chang, chesdan ketmoqchi bo'lsang agar zo'rlima oppa chang, og'zingga solim. Жесткий. Bo'ldi жесткий. Realda, tortama yo'qqa chang, chesdan ketmoqchi bo'lsang agar zo'rlima oppa chang. Josdan ketmoqchi bo'lsang zo'r. Yo'ma-yo bilan. Og'zingga solim piarni zoradin, xo'p chana konchini oqibatini. Menimcha bunaqasi hali O'zbekiston battle'da bo'lmagan. O'zbek rap battle'da bunaqa narsa bo'lmagan bilan. Qadriga yetish kerak bilan. Bolalar, qadriga yetish kerak. Qo'rgin ko'changa chiqolmaysan postada tayyor jangga. Doxby sababli kачество, Jo'xa aytgangal, unga tegishli yarim studiya qayta ranjanga. 3 millionlik chesing vektor bugun ketar qanchaga. Senlarni qo'lida Vektorga yana 3 millionlik punchdan bitta berib yubordi. Yarim studiya qayta ranjanga. 3 millionlik chesing vektor bugun ketar qanchaga. Senlarni qo'lida faqat rap kanal yongan effektda bittalab turg'izib bidasima megom yakta.
Yo, nimaga rep qilyapti? Nimaga rep? Nimaga Black Hole avval treklarni masalan eshitmaganman. Hysteric'da verse'larni, anaqa versuslarni eshitganman. Tanim bilan adashmasam, Turkiyada edim o vaqtda, eshitgandim. Nimaga rep qiladi? Sizlarni короче, nima deyapti? Поддержка dedimi? Bir bala dedi, 1 minut. Senlarni qo'llaydi faqat rap kanal yongan effektda. Lan sen nega o'chib qolding bilan? Nima yapyapti? Короче, sizlar rap kanal qo'llaydi faqat yongan effektlar. Men bilasizlar do'stlar, punchlar bo'lgan joylarda yonib turadigan effekt qo'yardim-ku, anaqada kadrlarda. O'shani aytib o'tib lekin bu. 3 millionlik chasing vektor bugun ketar qancha. Senlarni qo'llaydi faqat rap kanal yongan effektda. Bittalab turg'izib bidasimi megom yakta Bunny Black Shark kabi kulmoqchi emasman hatto bu yuvinib turgan treklaring ham o'lansa. Instar drillingga stop milliy TVga yalindi yotib oldi Toshkentda bo'lib gop stop Crystal Diamond track Gop stop. Gop stop. Kim gop stop qilyapti Toshkentda? Stop milliy TVga yalindi yotib oldi Toshkentda bo'lib gop stop Crystal Diamond track U narsalar haqida xabarim yo'q. Ronati qaynon bu Black Hole urveni ancha balandroq. Xorazm ovozi yoki analogiyami o'tirib chiqqan nemsiga o'xshaydi rojang kreativ. Mendan sotib olgan shampanskiyni markazga qo'yib bitta kelishib o'tir. Mendan sotib olgan shampanskiyni kreativ sotib olgan shampanskiyni короче. Rojang kreativ. Mendan sotib olgan shampanskiyni markazga qo'yib bitta kelishib o'tirish endi menda 1 minut. Xorazm ovozi yoki analogiyami o'tirib chiqqan nemsiga o'xshaydi rojang kreativ. Mendan sotib olgan shampanskiyni markazga qo'yib bitta Ne bu boshqa narsani aytyapti uzr. bitta kelishib o'tirish endi men daraxtdan sakrab rep aytishga qarshiman. Cho'garmayni taqib hududimdan chiqib ko'tarishim. Jurnalistga intervyu oping boshini egadi bo'ta mani rolim don. Sen chiqqansan qo'li olib kelgan. Rumiz. Yaxshi. Keskin punchlar bor. Men pul lekin sen menga qo'lman qo'rta ko'birga trek qilib qiziqtirmas mash pul bla 6 ko't 7 xillar rolini 6 ko't. 6 ko't degan vodiyda ko'p ishlatishlar bilasizmi do'stlar? 6 ko'tlar qanaqa bo'ladi bilasizmi? Xameleon bo'ladi bular. Zo'rlaganma pedofillar talashadi mestani normal manda jest odam garchiligi yo'q MC'da bo'lmaydi chest round fojia afsus bekorga ketdim xuddi next topshirig'imda vendetta. Mani qonimda otamni qoni saniki bobongni isming qo'sin. Meni qonimda otamda, senikida bobongdimi? Next topshirig'imda vendetta. Mani qonimda otamni qoni saniki bobongni isming qo'sin lekin chop senikilarni mashtir polni. Chesti gapirmasim o'sha tegi bo'lib balo bormi yoshingga yarashmaydigan. So'kish tilavojon kreativ chopishingacha muhlat. Mani ham stilim bor. Ol uxlat uni maydalab har ikkinchi degan so'zingni qo'sh axir qo'ringni faqat sani konstalik xo'sh shunda. Kreativga ketadi, to'g'rimi? Konstaga taqlid kreativni solo treklarni hech eshitmaganman do'stlar, to'g'rirog'i. Yo eshitganman, bilmadim. Eslolmayapman to'g'risi. Bla, fizes. Punchlar bilan. Let's go. Tushundingiz o'zingiz. Maydalab har ikkinchi degan so'zingni qo'sh axir qo'ringni faqat sani konstalik xo'sh shunda paydo bo'libdi kreativ Guliston tomoni yana kamiga ustoz yetmaganiga domla ijod boshlanib zarobnikini o'ziga olib keyin salut tiz yozibdi noilmabdi minoram Kimga kim dis? Punchlar yog'ayapti bor. Boshida unaqa emasdi, trek oxirlagani sari Black Hole umuman achinmabdi bor. Umuman achinmabdi. Trekda oxirlarda men boya aytdim-ku, to'g'ridan-to'g'ri ismga punch beryapti. O'sha u narsa keyingi variantlarda, keyingi verse'larda ko'rayotganmiz. Ertaroq fikr bildirib qo'ygan ekanman do'stlar. Hozir esa to'g'ridan-to'g'ri ismlarga punch uryapti. Bor Black Hole. Mekeni og'ziga olib keyin salut tiz yozibdi noilmabdi minoram
GM Family bu o'g'ri xuddi Windows'ga tushgan virus kabidek bizlon. Yoki savol bersa javobdan qochgan yakka mahola, huzur so'rash qo'rqishga kirmaydi nidagom. GM terama kartonlarim salaga qarshi kakkat to'sha seyishgan lekin bir paytlar mani asbobim ushlab so'qdim o'sa nomi sanga haqiqiysi man o'sha yev olaman labelingga qo'shman bu xoram bo'sh qo'limda shotgan o'ta masalani birma-bir bilmay yagona monster o'zlab dinda so'zlarim yag'ir rekordsinya yamma qo'llab sallani etdik dafin jamma bizga yaqin deb yordam so'rashma tag'in salaga mendan bo'lsin kechga bo'lar marosim hamini birma-bir uradi black hole'dan balosi gapimni inna losirib mendan bo'lgan muthosil qo'llarim salam itarib qo'yar zasosi krepinilarda kechga bo'ldamas qilma salani rapga kirganimdan beri black qilmadim man ma'lumotlaring olib katta gapir ruhsizlikdan berib qilaman o'zlab innan hyper joriban Yo ular tugab qoldi. Tugab qoldi. Bular tugab qoldi bular. Yoma yo. Oh bular. Zo'r bular. Haqiqatan yaxshi bo'ldi. Haqiqatan zo'r bular. Do'stlar qarorsiz qoldim. Mana shu joyda do'stlar. Bular punchlarni ko'rdinglarmi? Bular punch nima deyapti? Bu punch oxirgi verslarda bular direktni oxirgi 5 minuti, oxirgi 3 minuti, 5 minut emas, oxirgi 3 minuti polni punchlar bilan ketyapti. Hattoki ismni qo'yib, bular ertaga ko'chada bular urushib yurmanglar bir-birlar bilan. Ertaga nashna narsa bo'lmasin, lekin yomon xafa bo'laman bor. Ertaga bir-birlar bilan ko'rishib, urushib, janjallashib kerak yo'q narsa. Bo'lmasin unaqa narsa. Bu degani nima desam ekan, bu yerda hozir hamma o'zini qalamini kuchini ko'rsatdi do'stlar. Xuddi mana shunaqa davom etsin biz tinglovchilar uchun ajoyib. Hatto ko'chada unaqa narsa bo'lmasin, to'g'risi. Bizga mana shunaqa qalami gapirsin, qalam gapirsin bilan kayf qilaylik bo'ldi. Bu battle zona. Ko'chada hal qiladigan emas bu. Bu battle zona. Do'stlar, xullas leksiyani o'qib qolmaymiz, bilan qariyaga o'xshab. Siz nima deysiz do'stlar? Men naushnikni bunday qilib olaymi? Siz nima deysiz do'stlar? Qaysi jamoani treki kuchliroq edi? Qaysi jamoani? Black Hole'mi yoki GM Family'nimi? Buni kommentariyaga yozib keting, chunki men o'zim qarorsiz qoldim do'stlar. Bu safar baholash va tanlash, ya'ni tanlashni sizga topshiraman do'stlar. Ya'ni siz hal qilasiz qaysi jamoa yutganligini. Men o'zim shaxsan qaror bera olmayman. Ikkala jamoaning ham treklarida haqiqatan kayf qildim. Video davomida o'zingiz ham ko'rdingiz. Haqiqatan kayf qildim, maza qildim do'stlar. Bunaqa battle treklarni sog'inib ketganimga ancha bo'lgan ekan. Vahshiy maza qilardim. Va tanlash sizning qo'lingizda. GM Family yoki Black Hole. Qaysi biri g'alaba qozondi bu battle versusda do'stlar? Nima deb o'ylaysiz? Buni kommentariyaga yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kommentariyaga o'z shaxsiy fikringizni yozing va eng asosiysi kanalga obuna bo'lib qo'ying shunaqa videolarda davomi kelishi uchun. O'zingizga ehtiyot qiling. Kayfiyatingizni aslo tushirmagan yangi videolarda ko'rishguncha xayr.